Karamelli medoviy. Bu medoviyni retsepti hali tarqalib ulgurmagan. Qilsangiz katta daromad qilishingiz mumkin. Bitta yegan odam qayta zakaz beradi. Chuqurroq tovaga shakar, asal, shedriletta sodamizni solib, rang kirgunicha gazda aralashtirib turamiz. Medoviyimizning rangi ochroq, to'g'roq bo'lishi mana shu joyiga bog'liq. Sal to'g'roq qilib olsanglar, medoviylar chiroyli chiqadi. Rang kirib olgan medoviyimizga tuxum, kalyak saryolaridan solib, yaxshilab atalab, un solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni 8 bo'lagiga bo'lib, yarim soatga tindirib qo'yamiz. List baravar qilib yoyib, 10 minutda pishirib olamiz. Endi diqqat bilan tomosha qiling. Krem tayyorlashga o'tamiz. Mana shunaqa qalinroq kastrulkaga shakarlarimizni solib, gazga qo'yib, eritib olamiz. Ikkinchi kastrulkaga qaymoq solamiz va past olovda isitishga qo'yib qo'yamiz. Shakarlari erigan karamelimizni ustiga qaymog'imizni solib, yaxshilab aralashtirib, однородный massa qilib olamiz. Tayyor bo'lgan karamelimizni ustiga sut solamiz, tuxum, kraxmal solib, bitta qaynatib quyultirib olamiz. Yarim tayyor bo'lgan kremimiz ustiga 2 banka vareniy moloko, yumshoqqina kalyak saryolarini solib, blender yordamida yumshoq nejniy kremimizni tayyorlab olamiz. 8 bo'lib pishirib olgan korjlarimizni pannisimiz ustiga qo'yib, krem korj qilib yopishtirib olamiz. Profilimda bundan da zo'r retseptlar kutib turibdi. Like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.